Salom do'stlar, sizlar bilan bugun Instagramga tekin nakrutka urishni o'rganamiz. Qani bo'lmasam ketdik. Google ga kirib olamiz va u yerdan videoda ko'rsatilgandek yozamiz. Va birinchida chiqib kelganga kiramiz. Biz bu yerga kerak emas akkaunt ochib olishimiz kerak. Bu akkauntdan hamma narsalarga obuna bo'lib tashlaydi. Va ochgan akkauntimizni, login va parolni mana shu yerga kiritamiz. Va kirib oldik. Biz bu yerdan obunachi degan joyni tanlaymiz. Va bu yerga biz obunachi keladigan akkauntimizni kiritib olamiz. Nomini yozib olamiz. Ko'ryapsizlar, akkauntda 69 obunachi bor edi. Endi nakrutka urib, sizga nechta obunachi bo'lganini ko'rsatamiz. Bir marta nakrutka urganingizdan keyin boshqa nakrutka urib bo'lmay qolsa, 1-2 soatdan keyin yana kirib nakrutka ursangiz bo'ladi. Mana o'zi obunachilar ham kelishni boshlabdi. 69 ta edi, 135 taga ko'paydi. Siz bu yerda videolaringizga like nakrutka ham ursangiz bo'ladi. Like ni ustiga bosamiz. Biz bu yerga nakrutka uradigan videomizni silkasini qoldirishimiz kerak. Biz komment nakrutka ham ursak bo'ladi. Kommentni ustiga bosib olamiz. Biz bu yerga videomizni silkasini qoldiramiz. Komment nakrutka uradigan videomizni. Biz bu yerdan esa endi prosmotr ursak bo'ladi. Ustiga bosib olamiz. Va bunda ham prosmotr nakrutka uradigan videomizni silkasini qoldiramiz. Bir marta nakrutka urib, boshqa nakrutka urib bo'lmay qolsa, nolib qolsa, 1-2 soatdan keyin kirib nakrutka urishingiz mumkin. Keyingi videolarda ko'rishguncha, xayr.